حضن اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك. أنت الفداء ولك الفداء، خاب الذين على المدى خلوك. ستثور بك الأباء وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Mollarini Allohning yo'lida sarflaydiganlarning misoli xuddi bir dona donga o'xshaydi. Undan 7 boshoq o'sib chiqadi. Har bir boshoqda 100 tadan don bor va Alloh kimga xohlasa yana ko'paytirib beradir. Bu muborak Ramazonning so'nggi kunlarida arab va islom ummatimizdagi saxovatli insonlar tomonidan yaxshilik va ihsonlar davom etmoqda. Qariyb 3 yildan beri davom etayotgan Isroilning vayronkor urushi ostida G'azo sektorida saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti G'azo ahlini qo'llab-quvvatlash loyihalarini davom ettirmoqda. Jumladan sektorning shimoliy hududlarida ham. Ushbu muborak kunlarda 200 dan oshiq insonlar nomidan zakot mablag'lari muhtoj oilalarga yetkazildi. Ushbu zakotlar ko'chirilgan va lagerlarda yashayotgan G'azo shimolidagi ehtiyojmand oilalarga ulashilmoqda. Ramazon yaxshilik va baraka oyidir. Birodarlarimiz uzoq muddatdan beri G'azo ahliga yordam berishda davom etmoqda. Va bu muborak kunlarda ham turli loyihalar orqali ularning yordami davom etmoqda. Shu munosabat bilan saxovatli qo'llardagi birodarlarimizga bu yordam va qo'llab-quvvatlashlari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Biz ularni doimo G'azo ahliga va shimoliy hududlarda yordamni davom ettirishga chorlab qolamiz. حضن اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك. Ushbu faoliyatlarimizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, ekran ostidagi manzillar orqali biz bilan aloqa qiling. Agar moddiy yordam berishga qurbingiz yetmasa, faoliyatlarimizni kengroq tarqating. Videolarimizning ostiga izoh qoldiring. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: kim bir yaxshilikka birovni dalolat qilsa, unga amal qiluvchining savobidek ajr yoziladi. Imom Muslim rivoyati. فلسطين يا جرحي أنا يا شعب عمره ما انحنى، تترجعي انت لنا برمي أنا قلبي حاجة. فلسطين يا جرحي أنا يا شعب عمره ما انحنى، تترجعي انت لنا برمي أنا قلبي حجر.